Ramazon sog'inchi bandalarni yo'qdan bor etib, hisobsiz ne'matlarga loyiq etgan, yaxshilik ila tanishtirib, yomonliklardan qaytargan, gunohu xatolardan poklovchi, ibodatlarni ta'yin etgan Parvardigorimiz Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Ummatlari uchun qayg'urgan, ularga hidoyat yo'lini ochiq, oydin va mukammal qilib ko'rsatib, jannat sori chorlagan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavatu salomlar yog'ilsin. Mana hayotimizga ma'no va mazmun bag'ishlab, qalblarimizga sayqal salohiyat berib, vujudlarimizdagi gunoh, usyon dog'larini yuvib, yana Ramazon kelgandir. Marhabo qutlug' oy, marhabo. Ramazonni uzoq sog'indik, 11 oy intizor tutdik. To'g'ri orada uni biroz unutdik. Dunyo havaslarimi yo turmush tashvishlarimi bizni chalg'itdi. Lekin mehribon Parvardigorimiz bugun bizni yana unga yetkazdi. Ramazonning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, so'nggi do'zaxdan najot topishdir. Yana unda 1000 oydan yaxshiroq kecha bor. Qutlug' oyning qutlug' kechasi. Qiyomatda butun asrlar u kechaning poyida bosh egajak, tarozuda tortiladigan minglab oylardan og'ir kelajak. Ana shunday barakatli oy bizning Ramazon. Aziz inog'alar va opa-singillar, Ramazon Parvardigorimizning bizga bergan ulug' ne'mati, jannatni qozonib qolish fursatidir. Tan olmog'imiz kerakki, qalblarimiz anchadan beri g'uborli, bir-birlarimizga nisbatan kibrli, uzurli va uzursiz xatolarimiz ko'p. Bu holatda Parvardigorimizning huzuriga rihlat etishdan Allohimizning o'zi saqlasin. Tengrimiz qiyomatda bizning bunday uyatli savolda turishimizga hech qachon rozi emas. Shuning uchun ham Tengri taolo bizga Ramazondek ulug' ne'matni ato etgandir. Asl mohiyatni yaxshi anglamog'imiz kerakki, Ramazon ozish qorinni och saqlash, tanani zaiflantirish oyi emasdir. Balkim u ibodat, Allohga yaqinlashadigan savoblarni ko'paytiradigan, bir so'z bilan aytganda do'zaxdan najot topadigan oydir. Rivoyat qilishincha, Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir juma kuni xutba qilish uchun minbarga chiqish paytida 3 marta amin dedilar. Xutba tugagach, sahobalar buning sababini so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Jibril alayhi salom kelib, ota onasining yoki ulardan birtasining hayotligida roziligini olib, jannati bo'lmagan kishi xor bo'lsin degan edi. Men amin, Alloh ijobat qil dedim. So'ng Ramazon oyida nafsni isloh qilib, Allohga yaxshi qul bo'la olmagan kishi ham xor bo'lsin dedi. Men yana amin dedim. Keyin Jibril, Muhammad Allohning elchisidir deyilganda, sizga salovat aytmagan kishi ham xor bo'lsin degan edi. Tag'in amin dedim. Qisqa qilib aytganda, sog'inib kutganimiz Ramazon keldi. Ammo u juda oz fursat. Hadimay o'tib ketadi. Jibril alayhissalom aytgandek, shu oyda nafsimizni isloh eta olmasak, Tengri taolomizga yaqin bo'la olmasak, yaxshi bandalari sirasidan joy ola olmasak, boshqa hech qachon bu ishning uhdasidan chiqa olmaymiz. Jannatni qozonib, do'zaxdan najot topishning imkoniyati ham shu oydir. Ramazonga bo'lgan sog'inchimiz hammamizni jannatlarga olib borsin. Amin ya robbal alamin.